Agar sizga 20 ming so'zlik bir lug'at berilib, bu lug'atda yo'q bo'lgan yangi bir so'zni qo'shish talab qilinsa, siz bu yangi so'zni qo'shish uchun oldi bilan nima qilishingiz kerak? Albatta, oldi bilan lug'atda bor bo'lgan barliq so'zlarni bilib olishingiz kerak. Chunki lug'atda mavjud bo'lgan so'zlarni bilmay turib, yangi so'z qo'shish mumkin emasdir. Hamda sizga 20 ming so'zlik emas, balki 7 milliard so'zlik bir lug'at berilsa va bu lug'atga har kuni 350 ming dona yangi so'z qo'shish talab qilinsa, bu ishni qila olamsiz? Albatta qila olmaysiz. Kompyuterdek bir quroldan foydalanmasdan bu ishni qilish uchun qanchalik odam kuch ketadi? Yana o'xshash vaqtda ashu kishilarga yana o'xshamagan 1 million dona lug'at berilsa va bu lug'atlarga har kuni yangi so'zlarni qo'shish talab qilinsa, yana kelib bu lug'atlarning bir qismiga har kuni 100 ming so'z va ba'zi qismlarga 500 ming so'z va ba'zi qismlarga bo'lsa har kuni million emas, balki milliardlarcha so'z qo'shilsin va qo'shilgan har bir so'z u lug'atdagi hech bir so'zga o'xshamasin deyilsa, ajaba buni qila olishimiz mumkinmi? Endi o'ylab beqing. Agar siz mushundaq bir ishning mukammal bir tarzda qilinganini va o'xshamagan 1 million dona lug'atning har biriga har kuni 100 minglarcha va millionlarcha yangi so'zlarning qo'shilayotganligini ko'rsangiz, bu hodisani tasodifiylik deya olamsiz? Albatta deya olmaysiz. Hamda biz maxluqotlar olamidagi inson turkumini bir lug'atga tatbiqlab qarab boqayli. Agar har bir insonni bir so'zga o'xshatganimizda, hozirning o'zida bu lug'atda jami 7 milliard dona so'zlik bor. Yana kelib, bu inson lug'atining so'zlari bo'lgan har bir inson boshqa biriga hargiz o'xshamaydi. Va bu lug'atga har kuni o'ttir hisob bilan 350 ming dona yangi so'z qo'shilmoqda. Ya'ni har kuni 350 ming nafar inson tug'ilmoqda. Va bu 350 ming nafar insonning hech birining chiroyi uningdan burun yaratilgan hech birisining chiroyiga o'xshamaydi. Acaba bu lug'atning tasoddifiy barliqqa kelishi va lug'atga har kuni o'xshamagan yangi so'zlarning tasoddifiy qo'shilishi mumkinmi? Olimlar hozir yer yuzida 1 million dona turning borligini bayqadi. Qushlardan beliqlargacha, gullardan daraxtlargacha va hasharotlardan hayvonotlargacha sanab tugatilmagidek 1 million dona tur. Agar har bir turni bir lug'atga o'xshatganimizda, hozir yer yuzida bir-biridan farqli bo'lgan 1 million dona lug'at bor degan gap. Endi biz bu lug'atlardan faqat chivin lug'atiga qarab boqayli. Bir bahorda yaratilgan chivinlarning soni Hazrati Odam alayhissalomdan tortib ta qiyomatga qadar yaratiladigan barliq insonlarning sonidan ko'pdir. Undaqda bu chivin turi lug'atidagi so'zlarning sonini tasavvur qila olamsiz? O'xshashla, bu lug'atdagi hech bir so'z boshqa bir so'zga o'xshamaydi.
Ya'ni hech bir chivin boshqa bir chivinga aynan o'xshamaydi. Acaba trilyonlar bilan ifoda qilg'ili bo'lmaydigan buncha ko'p chivinlar o'zligidan borliqqa kelib, har biri o'xshamagan shakllarga ega bo'lishi mumkinmi? Mana qarang, qor donchilarimi bir lug'atdir. Biz bu lug'atning so'zlari bo'lgan qor donchilarining sonini raqamlar bilan ifoda qila olmaymiz albatta. Qarang, bu lug'atning hech bir so'zi boshqa bir so'zga o'xshamaydi. Ya'ni har bir qor donasi boshqalardan farqlidir. Hech biri yana biriga aynan o'xshamaydi. Tırnaqçılıq qon donchilarida bundaq bir-biridan farqli cheksiz shakllarni yaratishni Allohdan boshqa kim qila oladi? Xohlasangiz, endi boshqa turlarni qo'yib turib, inson lug'atiga takror qarayli. Va bu lug'atdagi har bir so'z bo'lgan bir insonning yuzini ozroq tadqiq qilayli. Her bir qismi hayron qolarliq bir planlashning natijasi bo'lgan ming'i qismini demay turayli, faqat chiroydan iborat bir turdan sonsiz natijalarga erishishning millionlarcha ehtimolliklari bordir. Bu sanoqsiz ehtimolliklar ichida butun aqllarni ojiz qoldiradigan bir shaklda eng uyg'un bo'lganini, eng go'zalini tanlash biz uchun imkonsizdir. İnsanның vücudida qo'llanilgan materiallar nihoyatda oddiydir. Bir teri, bir jup ko'z va bir oz qil. Shundaq tursimu, 2 oylik bir bovoqning yuzidagi bu soddalik va oddiylikdan mushundaq go'zal bir yuzning yoritilganini ko'rmagan bo'lsangiz, uning mumkinligiga ishonalamdingiz. Bir inson uchun bir chiroy sizgandan keyin ikkinchisi uchun boshqa bir chiroy sizish hech bo'lmaganda boshtikisidan qiyindir. Hammasida o'xshash elementlarni qo'llanib, o'xshamagan simolarni sizishdimmi qiyin ish yo'q. Chunki uningdan burun sizilgan yuzlarga o'xshatmay sizilishi lozim. Hem insonning chiroyi oddiy bir rasm emas. Uningga qo'yilgan har bir a'zoning cheksiz bir san'at bilan birga cheksiz bilimga ehtiyojli bo'lgan funksiyalari bordir. Bu funksiyalarni bir yonga qo'yib tursaqmi, bu chiroyga tabassum, andisha, suyunish, qo'rqish va kulishga o'xshash yuzlarcha ma'nolarni o'rinlashtirish u chiroyni yoritishga o'xshashla murakkab emasmi? Dengizni bir istikonga to'ldirish qanchalik qiyin bo'lsa, insonning ruhini chiroyda ifoda qildirishmi shunday qiyin ishdir. Mo'minning chiroyi ruhiga o'xshash nurliq. Kafirning chiroyi bo'lsa, ruhiga o'xshash zulmatlikdir. Bir haykaltarashning oddiy bir haykalni simmetrik chiqarish uchun ba'zida yillarcha tirishishi lozim bo'ladi.
Shundaq tursimiz sukunatiga 4 nafar inson va har kuni 350 ming nafar inson nihoyatda oson bir holda yoritilyotidi. Har biriga farqli chiroylar berilyotidi. Biz bir-biriga o'xshagan qo'sh kezaklarni va 3 kezaklarni ko'rganimizda nihoyatda hayron qolamiz. Endi so'rab boqayli. Ikki yuzni bir-biriga o'xshash qilish qiyinmi yoki milliardlarcha yuzlarni bir-biriga o'xshatmaslik qiyinmi? Birinchi ishga hayron qolamiz-yu, ikkinchisiga nemishqa hayron qolmaymiz? O'ylab boqing. Bu bir-biridan farqli yuzlarning yaratquchisi kim? Eng oddiy moddalardan bir hayron qolarlik san'atni yasab, bu san'ati bilan aqllarni hayron qoldirgan san'atkor kim? U chiroyda cheksiz ma'nolarni ifodalagan kim? Har biriga o'xshamagan chiroylarni bergan kim? O chiroydagi tuzilmalarni mukammal ishlatgan kim? Ko'zga ko'rishni, burunga purashni, tilga tetishni, quloqqa anglashni o'rgatgan kim? Barliq bu kimlarning birli javobi bor. U bo'lsa-mu, ularning san'atkori Alloh taolodir. Shundoq, insonning chiroyiga o'xshash yomg'ir tomchisidan qor donasigacha, moy chechakdan ko'nin guligacha, barmoq izidan ko'z qarchig'igacha, cho'millardan samoning yulduzlarigacha va zarralardan yulduzlar sistemasigacha har bir mavjudot o'ziga xos maxsus bir surat va shakl bilan yoritilmoqda. Bu şekil ve surat berilgen her bir mahlukat Allah'ın barlığına ve birliğine şahit bulmakta. Məxluqatның hər biriga farqlı suratlarning berilishi va har bir məxluqning o'z turining ichidagi hech biriga o'xshamasligi shuni isbot qiladiki, Janobi Alloh bordir va birdir. Uning ilmi cheksizdir, qudrati cheksizdir va irodasi cheksizdir.